Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, bizni kuzatib boruvchi obunachilarimiz. Navbatdagi proyektimizga ham shu narda fason darvozamizni kelib o'rnatdik. Buni bir qator sizlarga tanishtiradigan bo'lsak, eniga 390 razmerda, bo'yiga 50 razmerda bo'lgan. Bundan tashqari holatda shu girdilarni, ya'ni nalichka qismlarini qilib berganmiz. Nalichkalarni ham 30 sentdan qilib, chiroyli qilib, nalichkasigacha 2 qavatli, ya'ni shumkali qilib berganmiz. Darvozamiz 2 qavatli, 1.8 listdan iborat bo'lgan. Yonlariga esa shu 10 lik shivillerdan foydalanganmiz. Ikkita yoni tagiga, tepasiga 10 ga 5 profillardan foydalanganmiz. Egalarini takliflariga binoan o'sha tepalarda tahiya joylarini ham gulxo'y, ya'ni ochiq qismlarini qilib berganmiz, havo aylanib turishi uchun. Shu kalitkalarni ham o'ng tomondan adnendi 90 sent qilib berganmiz, zaminini ham eng zo'ridan qo'yib berganmiz. Buni bir qator sizlarga ochib olib ko'rsatadigan bo'lsak, nima deyapti? Ko'rishlaring mumkin. O'zi kelib mana yopilaveradi, bemalol. Bundan tashqari mana shu joylarga ham ruchkalarni qo'yib berganmiz, ya'ni fasonga ham ochib yopishga ham qulay bo'lishi uchun. Mana katta darvozamizda ham shunday kelasiz, bemalol mana ruchkalarda o'sha ochib yopib ko'rishlaring mumkin. Darvozamizda operator ichkariga ham kiring, orqa tomonlarni ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Ko'p videolarda orqasini ko'rsatmaysizlar deysizlar, shuning uchun bir orqasini ham ko'rsatib o'taylik. 2 qavatli darvozamizning orqa tomoni xuddi shunday bo'ladi. Shu profilda mana 1 set cho'kib turibdi. Shu narda fason darvozamizning 2 qavatli varianti. Orqalari ham o'sha tekis laklargacha sapib qo'yilgan. Xo'p, bu senter zamin qilib berganmiz. Buni yopilishlari ham oson. Ochilishlari ham bemalol uyimizda, mashinada kelganimizda ayollar o'zi ham ochib yopadi. Bemalol qiynalmaydi. Kraskalarga keladigan bo'lsak, kraskalarimiz toza devo kraska sochganmiz, matviy laklarini sochib berganmiz. Kraskalarni ham tashqariga chiqib olib bemalol ko'rsataverasiz. Xo'p, kraskalarga 5 yilga garantiya beramiz. Temirning o'ziga o'sha 10 yil, 15 yilga garantiya beramiz. Bemalol ochilib yopilaveradi. Shu kraskalarga 5 yilga garantiya beramiz. Kimga shunaqangi darvozalar kerak bo'ladigan bo'lsa, shu pastdagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqib biz bilan bog'lanishlari mumkin. Bundan boshqacha darvozalarimiz ham bor. Buni birma-bir o'sha profilimizga qo'yib boramiz. Kirib bizga obuna bo'lsalaring, yangiliklarni birinchi bo'lib sizlarga ulashib turamiz. Xo'p, darvozamizda dastavka ustanovkasi O'zbekiston bo'ylab bepul bo'ladi. O'zimiz borib o'lchab olamiz, o'zimiz ustanovka qilib beramiz va borib